O'sha 8 oy kutgan yigitimni endi 8 oy esimdan chiqarish uchun harakat qilsam kerak. Men bezor qilib tashladim. To'g'risi o'zim ham bezor bo'ldim. O'shani esdan chiqarish uchun bitta ham bo'sh kunim qolmasin, bo'sh vaqtim qolmasin deb har joyga o'zimni urishni boshladim. Eng qizig'i, e'tibor berganmiz. Qizlar biron kishi bilan gaplashishni boshlasa, o'ziga umuman qaramaydi. Menimcha, yigitini yaxshi ko'radi, o'zini yaxshi ko'rishga esa vaqti bo'lmaydi. Hozir esa men uni esimdan chiqarish uchun naborot o'zimni ko'proq yaxshi ko'raman. O'zimga ko'proq e'tibor beraman. Ish qilib ertalab turdim, cho'mildim, sochlarimni taxladim, makiyajlar qildim, keyin jenjinani oldiga bordim. Kofexonaga boraman-ku, sraz menga ko'pala keshbeklar chiqarib beradi. Shunday yaxshi. Keyin massaj olish uchun kosmetolog opamning oldilariga bordim. Birdaniga ukolni ham oldim. Undan keyin tandir somsa yedim. Shunaqa bamaza, afti chiroyli emas-ku degandim, lekin ta'mi shunaqa bamaza ekan. Keyin yuzimni uzi qildim. Qo'shamni terisi 21 yosh ekan, o'zim 26 yosh. Keyin Asad bilan ko'rishdik, syomkalarni qildik. Keyin duxchalar o'zimga sotib olmoqchi edim. Keyin ko'p qimmat ekan deb olmadim. Ish qilib kunimni bir balo qilib o'tkazdim. Kechasi bo'lgandan keyin yana uyga kelgandan keyin yana nimadirlarni esladim-u, yana yig'lashni boshladim. Savol, qanday qilib ana shu yig'ini to'xtatish mumkin? Hech bir to'xtamaydi-da. Bepul ekan deb ko'zimdan yoshlar chiqib kelaveradi. Yana bitta savol beraymi? Qanday qilib bitta yolg'onga ishonib, yana qaytib o'sha yolg'onni gapirayotgan odamga qaytib ishonish mumkin? Eng qizig'i, bir xil yolg'on bo'lgan har safar.